Bobur aka ko'rib turibman, ikkita Xitoy ishlayapti. Nimaga bu apparatlar tushunadigan o'zbeklar yo'qmi? Yo'q, bor. Nimaga? Bu apparatni 100% o'zimiz tushunamiz. Даже pachalab yig'ib beramiz. Даже bu mahsulotni o'zimiz noldan yig'ishimiz ham mumkin. Lekin o'zini kompaniyasiga tegishli bo'lgan mexaniklar albatta bizning qo'limizda ishlaydi. Ya'ni bizga yordamchi ular. Biz ularga tobe emasmiz. Mahsulotini olyapmiz, oyiga qandaydir limitda summa savdo qilib beryapmiz. Yo yiliga necha ming dollarlik оборудованияларni O'zbekistonga ustunovka qilib beryapmiz. Nima demak, ular bizga yordam berish kerak, bizning qo'limizda ishlash kerak. Shuning uchun ularga alohida kvartira, boshqa rasxodlarni qilib berganman. Mana bittasi Qo'qonga 180 ming dollarga stanok olib kelganmiz, ustunovka qilganmiz. Robot, ya'ni parta stulni o'zi yasab, o'zi kesib, odamlarni ko'pchiliksiz yordamida o'zi tayyorlaydigan robot uskuna olib kirib berganmiz. Shuni bittasi ustunovka jarayoniga kelgan, bittasi polniy bir oyda bir bular almashadi. Qo'limizda shu yordam, buni yig'ish jarayoni, ko'p klientlarimizga ulgurmaydigan holatlarimizga bular yordam tariqasida keladi. Bor akani, Bobur aka, Xitoylar ishlatadigan o'zbeklar. Ha, albatta bor. O'zimizda ham kollektiv komanda yetarli. Baribir kengaygan sari esengi davlatlardan ham vizitlar tushadi. Shularga fiziki ulgurmay holatda bular zamini